Muhammad Avtosavdoda navbatdagi mashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 2-pozitsiyasi bo'ladi. Mashinamizning kraskasi toza, yuzaki petnolar bor ekan, to'rtta yumshoq bo'lon bilan jihozlab qo'yilgan. Mashinamiz lukli varianti. Mashinamiz benzinga, gazga yuradi. 48 talik propan tabletka bo'lon bilan jihozlab qo'yilgan. 48 talik ekan propan bo'lonlari, zapaskalar bor. Mashinamizni siz xohlagan dokumenti chiqadi. Genga deysizmi, oformga deysizmi? Mashinamiz salon qismidan ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi pozitsiya mexanika varianti, lyuklari bor. Mashinamiz 165 ming masofani bosib o'tgan. Eng qizig'i vaqakina o'shni. Sidinalar ham elektronika. Ya'ni o'linmagan ekan, tegilmagan ekan. Narxini aytishimdan oldin shu videoga like bosing. Mashinamizni $8800 qadalgan narxi 100 so'm o'tib berishmas ekan, shunga berib o'rishadi. To'liqroq ma'lumot uchun 99lik 977 0020 ga aloqaga chiqaverasiz. Muhammad Avtosavdoga obuna bo'lishni unutmang.